Bu dünyada cin ervahlar aslı bağımıdı. Oğlum, o ormanga barsan saklanmaysan. Bu yada zulmet ve vahime mengü hüküm sürdü. Çoğun tipteki vahimelik eseri tirilgen ervah. Bu eser İftihar Munberdagi Hazreti Ömer'ning tirilgan arvoh nomli asari bo'lib, Vahim studiyasi ovoz qilib tayyorladi. Amgikimizga hurmat qiling. 1-bo'lim. Salimning kundalik xotirasi. 2-qism. Arvoh ko'lankisi. Somkining eng ostida bir raxt bor edi. Uni olmoqchi bo'lib qo'limni so'zishimga dadam tutib oldi. Hay. Uni vaqti kelganda deb ishlatgan. Hozir chiqilma. Nemishqa? Nima u? Bu tapancha, yana o'qmi bor. Yana bir tal bombami sep qo'ydim. Buni shahardagi bir og'inamdan mingtaslikda yolurib ep keldim. Asqatib qoldi. Dadamga haqiqatan qoyil bo'ldim. Men yana boshqa lozimatliklarni elib sumkaga sep bo'lgandan keyin obdan joylashtirib yotoq uyimga akirib qo'ydim. Atsi atiganda o'rnimdan turib noshta qildim. Ongacha Ali, Emin, Odillomi keldi. Uchaydan birlikda shu nasbosqon o'rmonlik qarab yo'lga chiqdik. Biz cheklangan o'rmon ichiga kirdik. Hozir bo'ya burunqidimmi jimib ketgan edi. Burun hech bo'lmasa qushlarning sayrashlarini olay olaydik. Hozir bu yerda bir hasharatmi yo'qdek qiladi. Atrof shuncha mudhish ham surlik. Bu o'rmonning jimjitlik bilan qo'shilib, bu joyni vahimaga so'rab kirmoqda edi. Biz manganda oyog'imizdagi xazonlarning dastilishidan chiqqan ovozlarmi bizni ozroq qo'rqitib o'tadi. Men xuddi kaynimizga bir tushib olgandek tuyg'u beradi. Pat-pat kaynimga qarab qo'yatdim. Biz o'rmon ichida tog' qoptiliq qarab maqdik. Gerçi bu yo'l uzun bo'lmasa-mu, biz mang'ancha holimizdan ketib, yetib berib bo'lmayotdik. Odatda eng osti mansaqmi u tog'dagi o'nkirga 20 minutda berib bo'ladi. Biroq hozir qancha tez mansaq, shuncha bak yerib ketib boradiq. Oxiri Ali va Odil chidayolmay bir cho'ng daraxt o'yida o'ltirib oldi. Og'inlar, ajab berib bo'lamidi-qa u yerga. Men bak yerib ketibdiman. Birdam aramolaylik-chi. Ha, ma'qul. Shunda qilsaqmi qilaylik. Hammaylan qo'shilib shu daraxt ostida soydig'och o'ltirdik. Tuyuqsiz ner tarafdagi egiz o'sgan o't cho'plar medirab ketdi. Qaraganda bir narsaning ta'sirida medirlab o'tadi. Bu yerda bir narsa bor o'xshaydi deb asta shu tarafga mangdim. Berib o't cho'plarni qayirdim. Qayirdim yo'q. Ko'zim og'izdan qon tomchib turgan ko'k ko'z bo'rining ko'z bilan uchrashib qoldi. Ali, Odil, Emin. Biroq ulardan hech sado chiqmaydi. Darhol ular tarafga qaradim. Ammo daraxt yanida hech kim yo'q edi. Oldimizdagi bu bo'ri bir sakrabla meni yerga yotqizib ustimga chiqib oldi. Og'izdan eqiyotgan qon yuzimga sirg'igan edi. Qo'rqinch peshonamdan tutun chiqirvatida og'ir o'shimdan ketibdiman. Oradan qanchalik vaqt o'tganligini bilmayman. Bir chaqda ko'zimni echib, o'ng tarafga qarab voqirib atdim. O'ng tarafimda Ali, Emin, Odillarning tansiz beshi ko'z oldimda turadi.
Sol tarafımda yeriqi qizil ko'z maxluq yo'g'on oy poltisini toshqa surkab belab otadi. U menimi o'ltirib yetami? U asta yenimga kelib, neg'izini qulog'imga yoqdi. Uning sovuq tiniqlaridan badanim titraydi. U astag'ina asli bu yerga kelmasliging kerak edi. Endi o'ladigan bo'lding. Ah, xudo. Men texi bu safar uchun tunji qadamni bosgan edim-ku. Birdamda mushundoqli o'lib ketamanmi? Ah, xudo, o'zing bor. U arvoh oy poltisini gelimga yoqdi. Poltani shunchalik ig'ir his qildim. Balkim o'lim og'zida bo'g'ashqimikin, bag'ancha nafsim qisilishga boshladi. Qo'l putlarimni hech midirlatolmaydim. Oxiri tiniqim to'xtadi bo'g'ay. Xiqirashdan to'xtab jimib qoldi. Vahimlik asarlarning yozuvchisini ko'makchi bo'lsangiz, iftixor vahimlik asarlar munbiriga kiring. Tor bekat adresi www.chekit.iftixor.chekit.net. 3-chi qism. Arvohlar o'rmonligidagi vahima. Qo'rqqanimdan vaqirg'inimcha turib ketdim. Men uyimda turg'udakman. Dadam kirib keldi-da, "Voy, balam, qor besib qolgan o'xshamamda, ha? Targa cho'milib ketibsan-ku." Men tush ko'ribdiman-da. Nima degan qo'rqinchli tush bu? Men o'rnimdan turdim-da, muzliq suvda yuzimni yuvdim. Hozir soat 5 bo'lgan bo'lib, Alilar keladiganga 2 soat bor ekan. Men ozroq nashta qilib olgandan keyin o'jirimga kirib Salimning kundalik xotirasini ochdim. Xotirning o'tirsidiroq Salim mundariji tuzib qo'ygan bo'lib, beshidi degandek hamma narsaga izoh bergan edi. Masalan, arvohlar o'rmonligi haqida mazmun bo'lsa, arvohlar o'rmonligi deb yozib, yeniga shu vaqtda mazmun bobatning batsonini yozib qo'ygan edi. Salim haqiqatan atrofliq o'ylab yozib ekan. Bundoq bo'lganda, men nimani bilmoqchi bo'lsam, oson topa olay ekanman. Mundarijini arlab etib, Kumush Shamshar degan temaga qiziqib qoldim-da, shuning mosbatni ochdim. U yerga monolog yozilgan edi. Kumush Shamshar. Bu shundoq bir xislatli shamsharki, bu shamshardan qo'lga tushirgan kishi aqlini ishlatsa, hayot qilib, bu zulmatdan mangulik qutulishida zo'r umid bor. Ya'ni bu shamshar orqali arvohlarni tutun o'ldirgani bo'ladi. Shamsharning tutquchida arvohlar yezig'ida zulmat ahtisi va oxirlashtiruvchi degan ikki haq bor. Bu shamshar arvohlarning eng kuchlisi bo'lgan. Nihoyat razil birning bo'lganligi uchun zulmat ahtisi degan haq o'yilgan. Shamshar arvohlar qabristonligidagi qal'aning ostiga joylashgan yer osti shahrining eng ichkarisidagi oltin saroyga qo'yilgan. Saroy ichida 3 eshik bor bo'lib, buning birida shamshar bor. Qolgan ikkisiga kirib qolsangiz, ichinishli holda o'lib ketasiz. Sizning bu yerga to'g'ri kelishingiz uchun ishga belgi qo'yib qo'ydim. Shamshar bor uyga kirsangiz, oltin ustalga 3 dona shamshar qo'yilgan. Bular o'pma o'xshash. To'g'risini topolmay
boshqasini ep solsangiz, o'xshashli echinishli holda o'lib ketasiz. Bu asarning davomiga qiziqsangiz, vahima salonimizni qo'shib eling. Yiziqcha nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, iftixor vahimalik asarlar jamgohiga kiring.